Miladi 1959 yılı 9. ayının 26. günü Yoshino yerim orulda quruqliqqa chiqqan tayfun bo'rinda 5000 dan ortiq odam o'lib ketdi va yo'qolib ketdi. Tabiat keltirib chiqargan son-sanoqsiz tragediyalar, balo qazoga uchirgan odamlarning taqdirida ajoyib o'zgarishlarni paydo qilsa-mu, lekin buningga qandoqmi tabiatla sababchi degili bo'lsin. Bu kuni amdili tug'ilgan bo'qini ching quchoqlab olgan bir yosh ona dahshatli bo'ron chapqin ichida yo'qolib ketdi. Mana bu ularning taqdirini belgilaydigan kun edi. Bu filmdagi hijron qayg'usi va visol shodligi 17 yilning oldidagi mushu kundan boshlangan. Teptiş amaldori Yoshino Nobuto'ning ativorli qizi Yizimiko amaliyotda qotil Shimazaki Ejining qizi edi. Albuki Shimazaki ep ketgan qiz Naoko bo'lsa Nobuto'ning yurak parisi edi. Nobuto xotirasi asli kelgan burunqi ayoli Eishi Kaniko'dan bu baxtsizlikning sirini uqqandan keyin Shimazaki va uning qizining ko'nglini ayab o'z qizini yanala Shimazakining qishida qoldirib bo'ladi. O'ylamag'ayada Yomiko'ning eri Otaki Masamining oshkorlab qo'yishi bilan Shimazaki bu ahvoldan xabar topadi. O Nobuto'ning qizi Naokoni ep ketishni planlayotdi deb o'ylab bir mal qattiq g'azablandi. Naoko! Dada. Otaki familiylik bir aylandan telefon kepti. Otaki familiylik? Siz kim? Ha, siz midiniz? Ne dediniz? O bala kaçıp gitti? Ha, o öz yalğız Darlitamdan çıkıp gitti. Azırgıca qaytıp gelmepti. Mening siz o qaytib kelgandan keyin uning bilan so'zlashib baqsangiz. Bey. Ovoz yo'qolib ketdi. Yana Yoshino apandi bilan so'zlashyapsiz o deyman. Xato demaganman. Yezmiko u. Yomiko. Siz men va balamiz uchun burun qishlardan uzil-kesil qo'l uzaman degandingiz-ku. Ajiba bu gapingiz yolg'onmi? Naoko. Men. To'xtab turing. Bay Otakining uydagilardan telefon keldi. Endi yaxshi bo'ldi. Dal men uchrab qoldingiz. Hey, Toshisuke! Jiro. Nim bo'ldi? Dadam taftish amaldori bo'lganligi uchunmi? Hamma ishdan xabar topdim. Anglasam bir top angsız odamlar dilingizni chigib qo'yibdi.
Qani, uy kiring. Otaki hammangız sizdan bek ensirab ketgandi. Bugun akşam mushada qilib qilib, obdan aram eling. Dadam mushundaq degandikin. Uyga kiring. Agar siz mening dadangizning delosiga mas'ul taftish amaldori ekanligimdan hazar aylaydigan bo'lsangiz, bu ya'ni Toshisukining uyi deb biling. Bu yerda yana siz bilan 17 yil birga o'tgan Yezimiko mu bor? Qani marhamat, yangi damlagan qizil choyni ichib, demangizni elib oling. Qani choyga boqing. Rahmat sana Yezmiko. Sen qandaq bo'p bizni uyga kelib qolding? Yezimiko. Meningcha, sening dadamga bekmi o'shkin keladi. Biroq, yeni uyimizga kelsan. Yezimiko. Bu gapcha. Sen akamni izda. Bu uyga Darlitamga telefon berdim. Heliq ochimizdingmi ko'ngli aram topdi. Ha. Tarbiya ko'rmagan ba'zi kishilar alajoq so'zlagandi. Balkim ba'zi kishilar pachaq pishtilik qilib ko'zining paxtasini chiqargandi. Ona bilan karingiz bo'lmasin. Baturlarcha yashayvering. Bo'landi. Bay dadam aytdi. Bugun akşam shu yerda qo'nib qoling. aka. Bu nima deganingiz? Nima dedingiz? Ehtimal sizning mana o'qoq deydigan nurg'un gapingiz bordi. Ishqinglar, kichiginglardan tortiblar bir-biringlardan ayrilmay cho'ng bo'lgan-ku. Sizlarni malol qilgan bo'ldim. Dada, burun bir qitim kelgandi. Esingizdami? Shimazaki Naoko xinim. Esimda. Men qo'limni yuvarsam bo'pti ekan. Mana bu yerda. Toshisuki. To'xtab tur. San gapim bor. Ma'qul. Koridorni bo'ylab o'dil menib o'ng taraf qayrilsangiz bo'ladi. Kechiring. Dada, siz demoqchi bo'lgan gapni men bilib bo'ldim. Bilib bo'lgan bo'lsam, ezberlab o'ltirmayman. Lekin cho'ng dada. Uning dadasi qonun xiloflik qilgan bo'lsa, uning bilan boshqa ish emasmi? Aka, siz nima ish unga chapayapsiz? 70 pushtiga chetib oldigan bundaq usulga men qat'iy qarshi. Mening demoqchi bo'lganim odatga nazariya masalasi emas. Nobuto Shimazaki Teloski mas'ul tepchi amaldori turib, bu qizni bugun akşam bu yerda qo'ndirib qolsa, oqibatni o'ylab baqdim. Shundoq emasmi? Bundaq dadamning bundan keyingi qismidagi nurg'un avarchilik qilganman-da. To'la oqsoqollik qilma. Nobuto deganlarim to'g'rimi? Dada. Qandaq? O'zingga ish tepib olmay, uni ketkizib et. Bo'lmasa beshingizni qo'yib olsan. Men sening qalbingni tushunaman. Biroq mening ensiraydiganim bunday qilish qonunning hurmatiga yetkazadi. Men hozirlik ketay. Naoko. Men kelib sizlarni avar qilmasam bo'pti ekan. Meni odamgarchilikni bilmaydi ekan deb og'rinishingiz mumkin. Kechiring. Siz Darlitam qaytmoqchi. Shundaqmi? Bay dedim, siz cho'qim boturlarcha yashashingiz kerak. Shunda qilganda bolalarni obdan tarbiyalaysiz. Men sizni uzitib qo'yay. Men uzitib qo'yay. Bo'lmaydi. Naokuya 3 yoshlik bola bo'lmasa.
Toshisoki, bering, Naokoni ustib qo'ying. Yo'q. Men ketalayman. Xotirjam bo'linglar. Men chuqum Darli Tamga qaytib ketdiman. Mana bular haqiqiy ota-bola edi. Lekin ular bu jahonning ro'yitini birga ko'rishga amalsiz. Qizi tun qorong'isida g'oyib bo'ldi. Dadasi bo'lsa orqasidan qarg'incha o'stib qo'ydi. Bek obdan bo'ldi. Axir qaytib keldingiz. Sizni ansirtib qo'ydim. Kechiring. Men Darli Tamning mudiriyat a'zosi. Siz nemishqa men bilan maslahatlashmaysiz? Menla bo'ladi ekanman. Xalqning sizni bo'saq qilishiga hargiz yo'l qo'ymayman. Hammasi mening o'zimni besvalanmaganligimdan bo'ldi. Endi hech ish bo'lmaydi. Siz uchun baribir. Chunki sizga erkak. Lekin Yomiko sizga o'xshamaydi. U hayliqibalning onasi. Olimadis bir shapib qasla. U cho'qim sizdan yordam talab qiladi. Tushundim. Bu ishni men xonimga yana bir qitim ta'kidlab qo'yay. Bo'ldilar. Arin degan bilan. Hozir eng yomon bo'lgan siz yanla bo'ytoq. Yoki siz darhol birisi bilan to'y qiling. Yomiko sizdan umidini o'ssin. Yoki bo'lmasa qizingizning ishini to'liq bir taraf qilib, Yomikoning ko'nglini tinchiting. Bu talabim ortiq ketmaydi. Nim bo'ldi? Bugun ajab jim ketibsiz-ku. Ochiq sot vaqti yetib kelay deb qoldi. Neymiş to'satdan bundoq pozitsiyada bo'lib olsiz? Advokat xonim. Ha? Siz mendan bir ishni yo'shiratamsiz nima? Gapingiz bo'lsa ochiq davring. Siz nimani ko'rsatyapsiz? Siz aytishni xohlamamsiz? Ha, siz Naokoning oqshom qaytib kelgan ishini demoqchimi? Xotirjam bo'ling. O hozir Darli Tamda bolalarga qarab o'tadi. Yana nemish bor? Sizga zot nima bo'ldi? Xonim. Bu uyning to'rtama qarab o'tirish bek tartib tushdi ekan. Men turmada 17 yil yetib ko'rib qoldim deb ekanman. Biroq atigandan kechgacha mush yerga bekinib o'ltirib sirit kishlar odamning kallasiga kirib oladi ekan. Odam degan g'alati maxluqda. Vaqt to'shdi. Meni Otaki apandi bilan yana bir qatim ko'rishtirib qo'ysangiz bo'pti ekan. Otaki apandi bilan? Nima ishingiz bor edi? Nemishlikini so'ramayli qo'ying. Sizga meni advokatim, meni uning bilan yana bir qatim ko'rishtirib qo'ying. Sizdan o'tinib qolay. Ma, Otaki apandiga degan mo'yin kepim bor. tezma. Onunga nima deydigandi? Shimazaki erim bilan ko'rishmoqchimikan? Ha. Onun gapiga qaraganda. Ha, eringiz yaqinda Shimazakini bir qitim yo'qlabdi. Otaki apandi zodi nima uchun Shimazakini izlaydi? Buni o'ylab topolmadim. Ajablanma. Men sizlarning ichki ishinglarga aralashmoqchi emas, lekin advokatlik nuqtasini aytganda. U Shimazakini izlabdi dedingizmi? Ha. Ondaqda Shimazakining yaqindan buyon ahvoli qandayroq?
O'tgan qatimda ko'rgandikidan boshqacha bir odam bo'lib qopti. Bu zot nima ish? Yomiko xonim. Maqsadingizni erimga cho'qim yetkazaman. Siz Shimazakiga yiliq ishki balning ishini dedingizmi qandaq? Biz hech kimga demaymiz deb kelishgandik-ku. Siz meni Yoshino apandi bilan bitishga va'dangiz guroy qil demoqchimi? Shundaqmi gap bo'lamdi? Siz zot dedingizmi yo'q? Shimazaki uni o'xshamaydi. U hali qizni dadisi tursa, uni qapoq selib, ko'ldiritib yursa qandoq bo'ladi? Tushundi. Ehtimol shundaqdir. Yomiko. Mening bunda qilg'im yo'q edi. Agar siz shu chaqda hech qanday gap qilmay, Nagoyaga ketgan bo'lsangiz, men bunda qilib yurmaydim. Men siz ishonmagidek holga tushib qoldimmi? Bu gap mening ko'nglimga keldi. Sizni alayda taklif qilib keldim. Rasmiy ayblashda ilgari aloqador faktlarni yana bir qatim tekshirib chiqmoqchidik. Akşamki işiniz için sizge rahmet etdim. Sizni malol qilib qo'ydim. Men. Bu yerda xususiy ish ustida paranglashmayli. O'ltiring. Shu kuni kechki ahvolni yana bir qatim so'rab baqay. Dadangiz uyga qaytib kelganda soat 10 bo'lmabdi ekan. O qaytib kelgandan keyin nima ish qildi? O'tgan qatim degan gapni qaytadan bir so'zlab baqsangiz. Men bo'ldi. Nima ish gap qilmaysiz? Dada qiziga tikilib qarmoqda. Halbuki onun suyumli qizi bo'lsa, baxti qarshi gumonliq jinoyatchining oila tavobatga oyinib qolgan edi. Boş gelen birbirini dadam kızım diyemeydi. Kızgın kucaklaşamaydı. Kanğıcı monşamaydı. Otaki efendi bu işini Shimazaki'ye aytıptı mı? Shimazaki bu işki balının işinden haber tepti mi? Bununla men ayıplık. Men hemmini Otaki'ye dep saptım. Meni afu qilin. Biroq men bu amalimning yo'qligidan shunday qilgandim. Endi qanday qilsak bo'lar? Bundan keyin men Shimazaki hozir meningcha hamma ishni davatginimiz tuzdik. Hozir bunda qilsak bo'lmaydi. Hech bo'lmaganda heliqi o'zini Yoshino Yezumiko deb atayotgan qiz uchun bo'lsinmi? Bunda qilishga bo'lmaydi. Rasululloh bo'lmamda. Lekin men Otaki'ga qanday tushundirsam bo'lar? Ya'ni mening hozir sizni izlab kelganligimni Otaki uqib qolsa. Ahvoldan qaraganda Otaki efendi ikkimizdan gumonlanib Shimazaki'ga deb qo'ygan kenda. O qizining ishi hal bo'lmaydi ekan. Doim burunqi ering bilan maslahatlashaman deb ko'rishsan deydi. Meni deb siz nurg'un azob chekdingiz.
Taza o'ylab qarasam, baq qaranliq qilgandek turaman. Dal shundoq bo'lg'achqa nurg'un kishilarni azobga qo'ydim. Hozir ko'pchilik tushlik aramaydi vatidi. Agar biroz kep qolsa meni mehmon chaqirgandi deb qo'ying. Siqash etib beraymi? Men bu odam kemiskan deyman. Siz bilan ayrim deyishadigan ish batdi. Qinsizlar. Qilig'im sizda. Deydigan ikki ish bor. Gapning poskalısını aytay. Birinci ish. Siz men bilan to'y qilsangiz. Sizni hajabni qo'rqitib etdim. Bu ehtimol sizning shaxsiyatingizni hurmat qilmaganlik bo'lar. Lekin chaqchiqingizni ko'ring. Bu rostla o'ylamag'an chiqdi. Sizda tozimi? Kechiring. Biroq sizning meni tushundiganligingizga ishonaman. Bu sizning menga muhabbat izhor qilganligingizmi? Talabimni qabul qilamsiz yo'q? Qani yana bir ishni deb beqing. Avval birinchi ishga javob berib o'tdim. Ikkinchini anglab bo'lib, andin ikkinchi ish. Men Shimazakining dilosidan ayrilib chiqishim mumkin. Nima? Men bu ishni Kamimura apandiga aytay deyman. Siz ikkimiz to'y qilishib bitishgandan keyin birlikda dilo ishlasak yaxshi bo'lmaydi demoqchimi? Undaq emas. Bu ishdan o'tir yo'lda qo'l uzishimda hargizmi sizni nazarda tutqunim yo'q. Sizning jang qilmay turiblar sapdan chekinishingizni o'ylab boqmabdi ekanman. Bu ishdan tasodibiylik his qilib qolmasligingizni umid qilaman. Helimo, ikki qatim tasodibiylik his qilib bo'ldim. Rastimda aytsam, Shimazakining qizi bilan uyimdagi Yezimiko Darletamdan akildigan chaqda olmishib qopti ekan. Mushundaq ishim bo'lganmi? Mening uyimdagisi Shimazakining qizi. Hozir Shimazaki Naoko deyilayotgan heliqi qiz mening qizim Yezimiko. Naoko bilan Yezimikoning olmishib qolgan ishini taftish amaldori Yoshino bilamdi. Shimazaki efendi, o'tinib qolay. Naoko xonimni Yoshino efendiga baldiroq qaytirib bersangiz. Men sizdan bu ishni Yoshino bilamdi deb so'rayapman. Taftish amaldori qizingizni siz turmadan chiqishni beqiverganligini, jazo muddatingiz to'shib, turmadan chiqqanda bu ikki bola 20 yoshdan oshdi-da, bu ishni oshkorlash o'ng'ay bo'lganligini aytib. Biroq Shimazaki efendi, sizga nisbatan aytganda, yanada o'zingizning qizi yaxshi-da. Shunga men mening Naoko birli qizim bor. Yoshino degan ablah og'zida yog'limi gaplarni deb qo'yg'ini bilan amaliyotda hilmi kirchiq bir nima ekan. Qizim Naokoni tortib olish uchun meni odam o'ldirdi degan jinoyat bilan qarlab bir umr turmaga so'ltib etmoqchi. Hayvon. Siz Otaki apandini xotirjam qilish uchun menga to'y qilish talabini qo'ydingiz-ku deyman. Menga ishoning. Menda undaq niyat yo'q. Otaki apandam gapni Shimazakiga aytib qo'yibdi-ku. Hay, gapim to'g'rimi? Siz Otaki apandiga rahmat aytishingiz kerak. Biroq siz so'nggi qatim menga o'z og'zingiz bilan to'y qilish talabini o'tirib qo'ydingiz. Men obdan o'ylanib ko'ray. Lekin talash tatishni hal qilish uchun menga to'y qilish talabini qo'yganligingizdan ko'nglimda sal xafa bo'lib qoldim. Men nima degan bilan ayolda. Amdiki masala bu ishning haqiqiy ahvoli oshkorlangandan keyin Shimazakining ifodasining qanday bo'lishida. Mening javobim Shimazakini sotlab bo'lgandan keyin bir nima deyli. Ma'qul. Dal vaqtida keldingiz. Harada apandi bilan birga Shizuokawa daryosi bo'yidagi deloni qanday bir taraf qilish to'g'risida so'zlashib o'tdik.
Ameliyatda men mushu ish to'g'riliq sizning ma'qulligingizni aql kelgandim. Men muayliq ayıbnomani boshqadan yezib chiqaylimekin deb o'ylagandim. Ha? Yoshino efendi, siz yezib chiqqan ayıbnomada Shimazakining jinoyati uqishmaslikdan kelib chiqqan o'lim delosi deyilgan. Naq maydondagi ahvoldan qaraganda meni shundoq desak muvofiq bo'ladi. Meningcha bo'lganda Shimazakiga o'g'irlik qilib odam o'ltagan degan jinoyatni ortqa yaxshi. Bu gapcha ishkinglar Shundoq desakmi bo'ladi. Shimazaki o'tgan qatim jazo muddatini o'tayotganda Aqoqidan turmadan qochgan. Qo'yib berilib uzoq o'tmaylar yana bu deyloni sodir qildi. Meningcha bundaq odamga yuzaki oldida uqishmaslik tufayli kelib chiqqan qotillik jinoyati deb bekitish muvofiq emas. meni o'zini chog'limi deydi sanglar mayli. Shimazakining axloq fazilati haqida gap ochmay, deloning o'zini ep etganda meningcha uqishmaslikdan kelib chiqqan o'lim delosi degan jinoyatni olsak bo'ladi. Yoshino efendi. Agar gumonliq jinoyatchining iqroriga butunlay ishinib ketsak, taftish amaldorining nima roli bo'ladi? U boshqalarning pulini aldab elib olgan. Shun o'g'irlik qilib odam o'ltaganda ayblasak bo'larmikin deyman. Harada efendi, taftish amaldorining vazifasi odamni qiyin ahvolga tushirib qo'yib, xushal bo'lish emas. Buni bilamiz. Masala shuningdeki, Men Shimazakiga ishonaman. Kamimura efendim. Shimazaki o'zining qig'iniga pushaymon qilib o'zini ma'lum qilgan. Uning ustiga u qizini deb chin ko'nglidan pushaymon qilgan. Men hissiyat mumkinchiligini targ'ib qilmoqchi emas. Hozirgi ahvoldan qaraganda, meningcha uqishmaslikdan kelib chiqqan o'lim delosi desak muvofiq bo'ladi. Menga ishonishingizni so'rayman. ko'nglingizda samba ekanda. Shunaq. Axir bu delodan qutulamabsiz-da. Men ularning Shimazakini o'g'irlik qilib qotillik qilgan degan jinoyat bilan ayblashiga chidab tura olmayman. Mushning fikrlimi? Yoki Naoko va Yizmiko ikkisi uchunmi? Biroq siz bu deloga davomli mas'ul bo'lgan ekansiz. Ondaqda Naoko bilan Yizmikoning almashib qolganlik maxfiyatini davomli saqlashingiz kerak. Agar siz olib ketgan qiz amaliyotda Shimazakining qizi bo'lib qolgan ish jamoatga oshkorlanib qolsa, taftish mahkamasi qiyin ahvolga tushib qoladi. Men shaxsiy foyda ziyni bilan hisoblashib o'ltamayman. Men qonunni o'lcham qilib har qanday ahvol ostida umumning ishiga shaxsiy g'arizimni aralashtirmayman. Ne bo'ldingiz? Men kiyimni ep keldim. Birdamdan keyin almashtirib eling. Dada. Qaytib ketdi. Seni ko'ran ko'zing yo'q. Dada. Naoko. Acaba Naoko meni ahmoq qilib tanigandi. O unda qilmas. Qizi bu ishlardan butunlay bexabar edi. Faqat tuyuqsizlik boshqa bir odamga o'zgarib qolgan dadisi uchun qattiq azoblanayotdi. Mayli sizning dadingiz yoki mening dadam bo'lsin, hamma odamning bir qancha xil chiroyi bo'ladi. Nima degan qo'rqinchliqqa? Dadam hozir tunji qaytim yuz ko'rishgan chog'dagidekli bo'lib qoldi. Naoko. Undaq desangiz bo'lmaydi. Dadangizga nisbatan aytganda, siz uning birdan bir yurak parisi. Siz bo'g'iningiz uchunla u yangi boshdan odam bo'lishga bel bog'ladi.
Toshizuki. Bundan keyin meni izlab kelma. Cho'ng dadamning so'zi esingizda bor ekanda. Dadangizning xizmatiga a'lochilik tepib beraversam bo'lmas. Dadam degan dadam. Men degan men. Cho'ng dadamning qancha tanbeh bermasin. Men yanıla o'zimning yo'limda mengaveraman. Hech bo'lmaganda men sizga bir xil chiroyda qarayman. Sizning menga bir xil chiroyda qarashingizni umid qilaman. İkimiz birlikte oraylı. Qani. 1 2 3 1 2 Toshizuki, sen hali qiz bilan yana birga yuratamsan. Yizimiko. Siz chiqib qo'ygan o'xshamamsiz. Yolg'onmidi. Asli shundaq-ku. Toshizuki, meni nima uchun bu ishni so'rg'anligimni bilamsan? Bilaman. Lekin dadam bilan men boshqa ikki odamda. Yolg'iz pul emas. Pat orda sen Yizimiko bilan. Cho'ng dada. Mening bu gaplarni anglag'im yo'q. Lekin men Cho'ng dadamga sizni chiqib qo'yganligimni kechiring. Bo'ldi. Hamma ish o'tib ketdi. Kechirdim dana. Nima uchun? Zaten nima uchun? Naoko'ning ismi chiqsila. Menga ta'tir qaraysiz. Men chidayolmadim. Naoko. Chechingizni kestirayotgan o'xshamamsiz. Hali ko'rinam ekanman. Yo'q, ay. Aras. Dadangizni uch sot qiladigan kun oz qolgandi. Anglashimcha ayollarning chach kestirishi o'zining qaytadan ish boshlaydiganligini ifodalash uchun ekan. Shundaqmi? Endi ko'z ish qilmoqchimi? Ma'qul. Xumpar, sen bu Naoko'ning tomoshasini ko'ryapsizmi? Shunga gap bo'ldimi? Men Naoko'ga yaxshi bo'lsin deb shunday dedim. Xumpar. Munofiq. Qo'linglarni tortinglar. Xaro. Aytinib qolay. Urushimizni olatchi. Ikkinglar tozimi? Men bir odamni deb ikkinglarni shunday qilsanglar. Bu komandada qandaqmi tura olayman? Naoko, sizni Kaltektop komandasida hargiz ketkizmayman. Anlab turing. Men sizni hargiz ketkizmayman. Yuring, savoqdoshlarning qishig'i bor edi. Hey, Kirner keldi. Ben yaxshi o'pdi. Bu ne? Ben
Ochiq sot hozirla boshlandi. Sot boshlanishdan burun deydigan qanday gapingiz bor? Oxiri meni ayplaydigan bo'psiz-da. Bu nima deganingiz? Hech nima. O'ynish deb qo'ydim. Shimazaki. Yezaki efendi. Siz chiqib tursangiz, ben onunla ayrım sözleşip olay. Biroq, o'tinib qolay. Tushundim. Meni turmaga qancha yil qamatib qo'ymoqchi bo'lyapsiz? Bu nima deganingiz? Tepçi efendim qo'shil bo'lgan ish bo'lsa, men turmada umrvoyat yetishga rozi. Shimazaki efendi. Mayli har qanday ahvolda bo'lmasin. Men haqqoniyat uchun turman. Qonunni hargizim qalayimqan tatbiqlamayman. Haqqoniyat. Shimazaki efendi. İkki balaning ishi to'g'riliq. Qanday fikringiz bor? Ikki balani? Bu nima deganingiz? Naoko, meni qizim. Siz ham ishdan xabar tepdikansiz g'o. Turib. Siz bana o'yin ko'rsatma demang. Qanday teptish amaldori sizni o'tinib qilay. Menga rahm qiling, ha? Teptiş əməldari ayıplagan delolarda bosh sotchi ochiq sot vaqtini bekitgandan keyin javobgar teptiş əməldari va advokatga uqtirish qilinadi. Yaxshi misaldansizmi? Dada. Ko'pchilik o'rnimizdan turaylik. Javobgar oldiga kelsin. Javobgar o'zining ism familiyasini ma'lum qilsin. Shimazaki Eiji. Tug'ilgan vaqtingiz. Miladi 1927-yili 10-oyning 16-kuni. Yurtingiz qayerda? Masaba naisi Toshi Moriki bazari. Kakouku yesi Yamakami kenti. Hozirgi o'ltirayotgan uyingiz Kyotoning Shokuku rayonida. Qancha nomerli quroti? Tasi esimga olmayapman. 2 nomerli quroti aytam, tinimi? Teptiş efendi. Ayıpnomani o'qing. Javobgar, o'rningizga berib o'ltiring. Ayıplaştık paketler mundaq. Javobgar 1976-yili 4-oyning 23 kuni kech soat 9larda Kyotoning Shikoku rayonidagi Shikoku 5-ko'chasi 43-nomerli qoro oldida, ya'ni Shizuokawa ko'chasida piyoda ketayotgan chaqda odatdagi bir pikap orqa tarafdan kelgan. Pikap shoferi Okoda Kiniya bo'lib 20 yoshga kirgan. Pikapning o'ng tarafi uning so'l qo'liga tegib ketgan. O darhol g'azabga kelib, daryoga yaqin joyda ziyonlanuvchini urib tepgan. Natijada uning orqa mingsi temir reshatkaga tegib ketib, tashqi jarohat xarakterlik mingiga qon tushish kasalligiga giribtor bo'lgan. Ziyonkashlikka uchirg'ichi naq maydonda o'lib ketgan. Jinoiy ishlar qonunining
205 moddasi 1-tarmog'idagi belgilamasiga asosan javobgarni ayblamoqchiman. Qonun bo'yicha hukm chiqarilishini so'rayman. Javobgar. Aldığı keling. Javobgar, agar boshlanish oldida turgan savollarga javob berishni xohlamasangiz, hamma savolga koringiz bo'lmasin bo'ladi. Bir qism savollarga javob berishni xohlasangizmi, mayli. Savollarga javob bermasangizmi, yo'lsizlar hukmga uchirmaysiz. Agar javob bersangiz, shu maydonda isbot deb qaraladi. Isbot deb qaralgandan keyin siz uchun foydali bo'lishi mumkin, foydasiz bo'lib chiqishi mumkin. Tushundingizmi? Ondaq bo'lsa, bayıqı ayıbnomada o'tirib qo'yilgan faktlarga qarata deydi qoldiringiz bormi? Ayıplash mazmuni qarata deydigan qandaq so'zlaringiz bor? Gap qiling. Ayıplash mazmuniga qarata qandaq fikringiz bor? Men e'tiroz qilmayman. Nima? Men hech qanday jinoyat o'tkazmadim. Boy degan gaplarning hammasi yolg'on. Buning hammasini mo'sh taftish amaldori to'qib chiqqan. Men gunohsiz. Men gunohsiz. Men gunohsiz. Tata, Naoko. Boy sotchi. Bu taftish amaldori menga qarshi gaplayotdi. Men hech qanday yomon ish qilmadim. Boy sotchi. O og'zi kagin deyotdi. Men hech qanday gunoh qilmadim. O yo'q yerdan putoq chiqarib, yaxshi odamga uvol qiladi. Sotni tuman qoplab ketdi. Hamma kishining taqdiri yana bir qatim mudhish to'lqinlarga g'arq bo'lib ketdi.